Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. İnternet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibrис, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Hi everyone, welcome to English alphabet. In today's program, we will learn another, new sounds. Okay, sağollaşmışlar. And bizimki şu İngiliz dili dersimiz kelganlarni qarshi olamiz. Hamda bugun davomli qildi. Yana o'xshashlarni shu oldimizdagi ingliz tilidagi tovushlarni o'rganib chiqmoqchi. Hamda bu oldimizda qattiq ma'lum sabablar tufaylidan bizimki tarmoq maktabining ochilishi degandek ba'zi ishlar tufaylidan hamda bizning darsga misol kechib ketdi. Hamda bundan davomli uzluksiz shu video darsimizni yo'llab turamiz. Anda dersimiz kelsak. Okay, endi bugun o'rganmoqchi bo'lgan tovushimiz a. Okay, endi birinchi tovushni marsana a. All right. A. Okay. Endi bak endi ishqital osmichik nimani bildirdi desanglar, so'zlash belgisi. Demak, endi mush kelsa, biz qanday o'qiymiz desanglar, mushni so'zlab o'qiymiz. A. Masalan, mana so'zlar qarab qo'yinglar. Birinchi so'z nima ekan? Masalan, as, shunaqa A. Okay. Endi ingliz talaffuzda o'tirdagi R-ni talaffuz qilmaydi. Amerik talaffuzi qanday qilamiz? Aniq talaffuz qilamiz. Masalan, scarf. Scarf desak bo'lmaydi. Scarf. Okay. A sal qanday qildi desanglar so'zildi. Endi so'zg'ani A emas saranaga. Bek so'zlasak bo'lmaydi albatta. Normal aldimi? A shunaqa. Okay, scarf. Alright, keyingi so'z jo'ydisangiz scarf degan sharpa degan gap, sharpa. Endi keyingisi nima desanglar? Father. Okay, father. Agar endi men th kelgan mashq kelib kelsa, buni nima deb talaffuz qilinsa, the. Tilimizni tishlab, ko'ringlar, tilingni tishlab, undan havo sirtqi chiqishi bilan qanday qilsa, desanglar tilni eshitadi. The father. Alright, father. Okay. Ara father deganimizda masalan dada, dadasi degan gap. Demak, a scarf. Father. Alright. Endi bu shu a talaffuz qilingan bu shu harflardan masalan AR harfi kelgan so'zlar ko'pincha qanday insonlar bu shu a talaffuz qilindi. Masalan, qarab qarab bo'lsak car. Okay. Star, arm, march, garden, dark. All right, yeah. Demak, endi mushu harflar bilan kelgan, AR bilan kelganda qanday qilmaysiz? Mana deyapsiz. O'qibanglar qani? O'zing o'qibanglar. Masalan, nima? Sar emas, juma, katta talaffuz qildik qanday CR ko'pincha. Car, star, arm, march, garden, dark. Okay, degandek. Endi yana EAR mushuni nima desanglar a talaffuz qilamiz. For example, heart. Yeah, heart. Okay. Demak endi nima desanglar heart. Yurak. Yurak. Okay. And bak keyingi tovush nima desanglar, avval a so'zlaydigan bo'l ekan, lekin ma'no nima desang qisqa. Nayt qisqa. Endi a desak bo'lmaydi. Mesela qarab baxsak birinchi so'z nima ekan? Cup. Asli ko'pincha da talaffuz qilinadigan bo'llar. Shuni cup. Yaxshi. Cup. Xo'sh. Endi ikkinchisi, amma so'zning jiqmalindan ko'pincha bola xato o'qiydi. Bu nima sababdan desanglar, masalan, father, mother demay, father, mother deb qilib qopiya o'ynab qana qildi. Desanglar xato mother deb so'z bo'ladi. Endi so'zmaymiz. Bu nima desanglar? Mother. Okay, mother. Okay, mana birinchi harf shunaqa, ikkinchi harf uchinchi harf nima desanglar? The. Abay dedi-ku, tilimizni tishlab. Mana the mother.
Okay, mother. Dada degani father, lekin apa degani mother. Tiz telaffuz qilamiz, mother. Okay, mother. Xo'sh, endi mau telaffuz qilingan harflar xili ko'p. Masalan, birinchisi o harfi, ko'pinchisi deb telaffuz qilinadi. For example, birinchi so'z qaranglar, nima? Sun. Sun. Come. Okay, endi ko'pinchisi keyinda i kelsa, ko'pincha telaffuz qilinmaymiz, Shu come desak bo'lmaydi. Come. Uchinchisi color. Okay. Love. Lovey demaymiz-ku endi. Oxirgi i ni telaffuz qilmaymiz. Love. Yaxshi. Keyingisi money. Nima? Money. Okay, money deganimiz nima? Pul. Keyingisi nima dersanglar, masalan, you harfini nima dersanglar ko'pincha deb telaffuz qilamiz. Masalan, sun, nut, jump, gum, bus, brush. Okay, o'qib beringlar. Nima? Nut, jump, gum, bus, brush. Yani supper, us. Okay. Onun üstüne yana OU. Demek O harfi, U harfi yoki bu ikkisi biraqlam kelib qolishimi? O'xshashlam nima desanlar? Shu deb telaffuz qilamiz. Masalan, touch. Okay. Cousin. Country. Degandek, cousin. Country. Country. Demek mushunga o'xshash mush narsani xotir qoldirib olamizda hamda. Shu xotir qancha ko'p xotir qoldirsangiz, sening as saqlash iqtidoring shuncha yaxshi bo'ladi. Xotir qoldirib o'qishdan keyin menimcha o'rganishni boshqalarning masalan 70-80% cho'g'im yaxshi bo'ldi. O'g'anda va ikkinchi tovush nima? Yo'q, uchinchi tovush ekan bugungi. Uchinchi tovush nima? O, endi bari o desak og'zimiz jumla qolib keldi. O, masalan, a bilan o'rni o'tirsak. O. Endi keyin ikki qo'sh chekit bor ekan, osmi chekit. Demak, endi bu belgi so'zlash belgisi. Shunda olganda nima? O. Okay. O so'zlaymiz, For example, ball. To'p degan gap. Call. Telefon qilmoq. Demak, endi bu tovush nima ekan? O. Okay. Endi mushu tovush telaffuz qilinadigan harflarning masalan A harfi. A harfi A deb telaffuz qilinadi bo'lgan shunami? Endi ba'zi ahvollar O deb telaffuz qilinadi. For example, water. Okay, water. Okay, birinchi so'z water, suv degan so'zni ko'rdingizmi? Endi ikkinchisi ko'rsanglar O o'xshashlam A bilan W kelsa O deb telaffuz qilinadi. For example, draw. Strawberry. Strawberry. Okay, and the strawberry deganimiz hamda ma'ni. Deb qo'yib ketay. Bo'ljurgan shunami? Strawberry. Keyingi A mi qanday qilindi desanglar, shu O og'zimiz jumla qildi. O qarab beringlar, jumla qo'ldimi bunimi? O degandek. Masalan, ball. Wall. Okay, wall deganimiz nima? Tam degan gap bo'ldi-ku. Ball, wall. Okay. Uni kera or mushkar nima dersanglar? O deb telaffuz qilindi. Masalan, horse, corn, fork, or, short degandek. Demak, endi bu shu ARP, AW olamdı, yoki AL olamdı, yoki OR olamdı, onun degan OOR olamı, nima? O deb telaffuz qilinadi. Masalan, OOR kelsak, floor, door degandek. Shunga mushlarni hamda yaxshi saqlaymizda hamda. Bo'pti, birinchi qatam esingizni qolmasa hech qisi yo'q. Ko'p takrorlab turing. Bo'lsa videoni ko'rib turing. Do'rang. Masalan, men hozir shuni da'vatman bu. Do'rang. Do'rgan qancha yaxshi do'raydigan o'quvchi shunda yaxshi o'rganadi. Shunga yangi o'rganganda hamda bek oldirab ketmang o'rganishga, puxta o'rganing, ko'p takrorlang. Shuna qilsangiz, nihoyatda tez ilgarilaysiz. Qada?